Shveysariya Alp tog'lari qishda hashamatli chang'i kurortlari va ajoyib tog' manzaralari bilan mashhur, lekin juda ham qimmat. Gruziya Gudauri xuddi shunday tog' manzaralari va chang'i kurorti, lekin ancha arzon narxlarda. Maldiv orollari oq qum, Moviy okean, lekin narxi ko'pchilik uchun yuqori. Filippin Palawan oroli tabiat go'zalligi Maldivdan qolishmaydi, lekin narxlar ancha arzon. Parij Eiffel minorasi romantika poytaxti, lekin qimmat turar joy va xizmatlar. Budapesht Vengriya chiroyli arxitektura, Dunay bo'yida ajoyib romantik kayfiyat, narxlar esa ancha past. Dubay hashamatli shahar va cho'l manzaralari, lekin xarajatlar katta. Kuala Lumpur Malayziya zamonaviy shahar, Petronas minoralari va hashamatli turmushi bilan Dubaydan qolishmaydi, lekin narxlar ancha arzon. Shveysariya Alp tog'lari qishda hashamatli chang'i kurortlari va ajoyib tog' manzaralari bilan mashhur, lekin juda ham qimmat. Gruziya Gudauri xuddi shunday tog' manzaralari va chang'i kurorti, lekin ancha arzon narxlarda. Maldiv orollari oq qum, Moviy okean, lekin narxi ko'pchilik uchun yuqori. Filippin Palawan oroli tabiat go'zalligi Maldivdan qolishmaydi, lekin narxlar ancha arzon. Parij Eiffel minorasi romantika poytaxti, lekin qimmat turar joy va xizmatlar. Budapesht Vengriya chiroyli arxitektura, Dunay bo'yida ajoyib romantik kayfiyat, narxlar esa ancha past. Dubay hashamatli shahar va cho'l manzaralari, lekin xarajatlar katta. Kuala Lumpur Malayziya zamonaviy shahar, Petronas minoralari va hashamatli turmushi bilan Dubaydan qolishmaydi, lekin narxlar ancha arzon.